Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi mavzumuz jigar echinokokkozi. Bu mavzumizda tanlashimizga sabab bizning O'zbekiston Respublikamiz echinokok kasalligini endemik o'choqlari, ya'ni echinokok kasalligi keng tarqalgan hisoblanadi. Shuning uchun xalqimiz orasida echinokok kasalligini tushunchasida turli qarashlar mavjud. Uni jigardagi qurt, jigardagi qanaqadir bir o'simta deb hisoblashadi. Echinokok kasalligi o'zi asosan 85% jigarda, 5-10% o'pkada va boshqa organlarda uchraydi. Nima uchun jigarda ko'p uchraydi bu kasallik? Bu kasallikni yuqish yo'li bilan bog'liq. Demak, kasallik asosan ovqat hazm qilish sistemasi, ya'ni ichaklar orqali yuqadi. Значит, inson bu kasallikda oraliq xo'jayin hisoblanadi. Sababi asosiy xo'jayindan tushgan lichinka, onkosfera, bu kichkina xalq tilida tushuntiradigan bo'lsak, infeksiya to'g'ridan-to'g'ri oshqozon ichak traktidan o'tib, misol uchun mana bu oshqozon ichak trakti, ichaklar desak, ichaklardan o'tib vena, qopqa venasi orqali jigarga borib o'rnashadi. 80-85% holatlarda. Agar jigardan ham o'tib ketsa, jigar baryeridan o'tib ketsa o'pkaga va o'pka baryeridan ham o'tib ketsa boshqa organlarga, hattoki miyaga, ko'z echinokoki, suyak echinokoklariga bo'lishi mumkin. Demak, echinokok kasalligi hozir respublikamiz endemik o'choq. Bu bizani joylashuvimizga, bizani xalqimizni turmush sharoitiga bog'liq. Sababi ko'pchilik xalqimiz chorvachilik bilan shug'ullanadi. Ko'pchilik xalqimizda uyda o'sha uy jonivorlari, kuchuk deymiz, shunaqa nimalar bor. Sababi nima uchun? Sababi o'sha kuchuklar bularni asosiy o'sha itsimon hayvonlar bularni asosiy xo'jayini hisoblanadi. Demak, bularni lichinkalari orqali tarqab ketadi va oziq-ovqat orqali insonning tanasiga o'tadi. Bu kasallik bilan insondan tashqari yana o'sha sut emizuvchilar, oraliq xo'jayinlar, bular qo'y, sigir, tuya va shunga o'xshagan o'txo'r jonivorlar ham bu kasallik bilan kasallanadi. Kasallikni kechishi asosan jinsga bog'laydigan bo'lsak, ayollar 2 barobar ko'proq kasallanadi erkaklarga nisbatan. Bu asosan bizada qishloq xo'jalik, uy yumushlari, oziq-ovqat tayyorlash ayollar zimmasida bo'lgani uchun ayollar 2 barobar ko'proq zararlanadi. Erkaklar demak kamroq zararlanadi echinokok kasalligi bilan. Echinokok kasalligi O'zbekistonimizda asosan ilgari qishloq joylarida ko'proq tarqalgan, shahar joylarida kamroq bo'lardi. Hozir shahar qishloq joylarida deyarli teng. Bu emigratsiya va savdo-sotiqda rivojlanishi bilan bog'liq hisoblanadi. Endi echinokok kasalligi haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham ko'p. Xalqimizni tiliga tushunishlik uchun mana ko'rib turibsizlar, biz chizib qo'yibmiz. Sharga o'xshagan, pufakka o'xshagan dumaloqlar chizib qo'yibmiz. Buni sababi echinokok kislasi xuddi suv to'ldirilgan pufakka o'xshaydi bu. Suv to'ldirilgan pufakka o'xshaydi. Buni hech qanaqa qurt emas, bu qimirlab insonni qatigadir o'sib kirib ketadigan yoki nima narsa emas. Bu juda ham sekin o'sadi. Значит, yiliga 1-1,5 sm juda ko'p o'ssa, yiliga 2 sm gacha o'sishi mumkin. Agar sizda yoki tanishingizda echinokok 6 sm echinokok aniqlangan bo'lsa, bu kamida 3 yil, 4 yil oldingi zararlangan hisoblanadi. Shuning uchun echinokok kasalligi topilgandan keyin uni zararlanishini, qayerda va qachon zararlanishini topishimiz juda ham qiyin va buni qidirganimizda mantiqsiz hisoblanadi. Shuning uchun echinokok kasalligini davolagandan ko'ra uni oldini olgan ma'qulroq. Uy sharoitida kuchuklarni, uy jonivorlarini veterinar nazoratiga to'liq olinsa, bu kasallikning tarqalishini oldini oladi. Shunaqa holatlar bo'lganki, meni amaliyotimda butun bir mahallada echinokok kasalligi bor. Hammasi kasallanib chiqqan echinokok kasalligi. Biza so'rab surishtirganimizda o'sha ses xodimlari bilan birgalikda hammasini uyida kuchuk bo'lgan. Hammasini uyida kuchuk. Lekin biza tushuntirishimizga qaramasdan bular o'zini nimasidan kechmagan. O'sha asosiy xo'jayinni davolash orqali o'sha mahallada o'sha kasallikni kamayishiga olib kelgan. Agar kimnidir oila a'zolarida bu kasallik paydo bo'lgan bo'lsa, boshqa oila a'zolarini ham tekshirishimiz kerak. Sababi o'sha boshqa oila a'zolari ham zararlangan bo'lishi mumkin. Lekin bir qiziq narsani aytishimiz kerak, bu odamdan odamga yuqmaydi hech qachon. Shuning uchun unaqa echinokok chiqqan odamni qanaqadir qo'rqib, jamiyatdan ajratib qo'yish noo'rin hisoblanadi. Endi buni davosi hozir O'zbekistonimizda juda ham yaxshi rivojlangan buni davosi. Davosi asosan 3 xil yo'nalishda olib boriladi: konservativ, punksion metod deymiz, laparoskopik, ya'ni kesmasdan o'sha teshiklar orqali, o'sha qorin old devorida kichkina teshiklar orqali
3 ta yoki 4 ta teshik orqali, laparoskopik teshiklar orqali malay invaziv yo'l bilan qilinadi va uchinchisi bir necha 10 yilliklar davomida rivojlanib kelgan traditsion, ya'ni kesma. Hammasini o'ziga yarasha ko'rsatmasi bor. Hamma echinokokda ham operatsiya qilib olish bu ko'rsatma bo'lmaydi. Hammasiga ham yoki punksiya qilish operatsiyasiz usuldan foydalanib bo'lmaydi. Shuning uchun har bir joylashgan joyiga, turiga qarab bularni farqlash va shunga qarab operatsiya yo'lini tanlagan ma'qul. Echinokok kasalligi ayollarda ko'p uchragani uchun tug'ish yoshidagi ayollarda ham uchraydi. Bu juda ham xavfli. O'sha homiladorlik bilan echinokoklar keyin topilib qoladi. Echinokok kasalligi mana ko'rib turibsizlar, jigarda mana shunaqa katta holatga o'tib ketgan taqdirda ham echinokok kasalga hech qanaqa klinik belgi bermaydi. Sababi echinokok kislotasi ichida yantar kislota deymiz. Yantar kislota bo'lgani uchun fibrozni kapsula bilan o'ralib oladi. Fibrozni kapsula degani organizm o'zi himoyalanadi bu kislotadan. Shuning uchun kasalda deyarli hech narsa bezovta qilmaydi. Shuning uchun buni profilaktika tekshiruv natijasida topib olishadi echinokok kislosasini. Echinokok kislotasi faqat jigarda yoki faqat o'pkada uchrashini mana men protsent bilan ko'rsatdim. Qo'shma echinokok deymizmi? Kombinirlangan echinokok deymiz. Значит, jigarda, o'pkada bir vaqtda o'zida bo'lishi mumkin. Jigarda, o'pkada yoki miyada bir xil vaqtda bo'lishi mumkin, lekin baxtimizni nimasiga bunaqa holatlar juda ham kamdan kam uchraydi. Echinokok kasalligini bitta yana salbiy tomoni juda ham ko'p takrorlanadi, ya'ni retsidivlanadi. Shuning uchun echinokok kasalligini kompleksni parazitolog, xirurg va o'sha oilaviy shifokor bilan birgalikda davosini olib borsak, bu retsidiv miqdori juda ham kamayib ketadi. Savolinglar bo'lsa marhamat. Echinokok kislotasi bo'yicha endi biz kichkina roligimizda sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bu narsani sizga nima qilib ketdik. Agar sizga ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, YouTube kanalimizga a'zo bo'lishingiz mumkin. YouTube kanalimizda biza chuqurroq savollaringizga javob beramiz. Kommentariyalarda yozsanglar savollaringizga javob beramiz. Rahmat.